Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Programımızın nöbetdeki sanıda Kur'an-ı Kerim'deki namaz vakitleri degan tema to'xtalamiz. Ben program riyasatçısı Abulqasim Ahmedi. Programımızın bugünkü ez mehmini Sharqiy Turkiston Ulamolar Birligi tadqiqot bo'limining mudiri Ustoz Muhammad Yusuf Qarajim bo'ladi. Qarajim programımız uchun qimmat vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat, Allah razı olsun. Şu keyingi kunlarda bir turkum ozg'un kishilarningki shu namoz haqidagi qalayimqon jo'ylishlari bilan ba'zi Yevropa davlatlarida, g'arb davlatlarida yashayotgan qarindoshlarimiz nurg'unlagan savollarni so'rashyotdi. Bu zaten bir aniq bir masala tarixda, hamma ajdodlarimizda bir ixtilof bo'lmagan, ajdodlarimizni o'rganib Qur'on sunnat bo'yicha Qur'oni Karimda bu namozning vaqtining 5 rakat, 5 vaqt namoz ekanligini aytdi. Munozara qilmaydigan masala ekanligida hammalar ittifoq kelgandi. Afsus, bazı qarindoshlarimiz şu gapni o'tirg'a chiqqandan keyin jiq savollarni so'rashyotdi. Ana shu Qur'oni Karimda farz qilingan namoz, necha vaqt namoz farz qilingan savolimizni bundan boshlab ketgan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Sizler degandek bu 5 vaqt namazınki farz ekanligi ve Müslümanınki kunde 5 vaqt namoz o'qiydiganligi bu hamda shu 14 asrdan biri shunday bir vaqtni uzilib qolmagan, avloddan avlodga shunda davomlashib kelgan, qil sig'maydigan, shakmi qabul qilmaydigan bir masala hamda. Siz deganda keyingi vaqtlarda kishilar har xil fikr mulohizlarni o'tirib qo'yib, har xil gaplarni qilishga turgandan keyin an kishilar mendimi so'g'alib oldi-da, bu namozni Qur'on Karimda namozning vaqtlari bormi, Qur'onda belgilanganmi deganlar bo'ldiras. Sizdan so'g'anga o'xshash. Albatta Qur'on Karimda Alloh taolo namozning vaqtini belgilagan. Chunki oyatda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namoz, haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti belgilangan, farz qilindi degan oyat Qur'on Karimda bor. Bu oyat nimani taqozo qildi desa, demak Alloh taolo shu namozni buyurish bilan birga, farz qilish bilan birga, o'sha vaqtini buyurdi, ko'rsatib berdi, bildirdi degan gapda o shu vaqti belgilangan, farz qilindi deganga balkim belgildi, Alloh taolaning o'zining belgilaganligini aytdi hamda oyatda. Bu aniq hamda. Endi shu ba'zi shak shubhalar, ba'zi o'tirg'i tashlangan ayda masalalar to'g'riliq kishilar hamda bu hadis bilanlar belgilangan o'xshaydi deb, bunda o'ylab qoladi hamda. Amaliyotda Qur'on Karimning oyatlari bilan namozning farz bo'lganligi, namozning hatto shu nimasi soni, masalan 5 vaqt ekanligi Qur'on Karim bilan belgilangan. Xuddi hamda Qur'on Karim o'zi belgilab, uni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tatbiqotini Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'rgatgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shuni o'zi bu topshirib elib vahiyni o'rgatdi, uni sahobalarga o'rgatdi, sahobalardan tortib bizlargacha shunday keldi. Bu agar Alloh taolo hamda payg'ambarga hojat bo'lmasdan shu Qur'onni tushirib qo'yib, Qur'onni deb qo'yib, mana shunday qilinglar deyotgan ish bo'lsa, masalan bizningki ajdodlarimiz mangu toshlarga yozib qo'yganga o'xshash, Alloh taolo oyatlarni mangu toshlarga yozib qo'yib, shunga amal qilinglar desam, u qat'iy qiyomatga o'chmaydi-ya. Anda qism qiladi. Lekin Alloh taoloninki payg'ambar avatish va insonlarga o'zininki amr farmonlarni bildirishning yo'li Alloh taolo kitobni tushirib, shu kitobni payg'ambarga o'rgatib, payg'ambarga tatbiq qilishni ko'rsatib kishilarga qanday ko'rsatdi. Endi unga bir farishta tushirib, farishtaga o'rgatsa, farishta qilib bersa, insonlar sizga hocam siz degan bir farishta, sizning qilganingizni biz qila olmaymiz deydi. Shunga bir inson insonlarga o'xshash İnsanların arasında bir insanı çıkarıp, şu insanı öğütüp, bana bunday kılırsan, da bunda köstüklük değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge kösetti. Bu nimege okşaydı dese, mesela çoğun bir zavut fabrikalarını kurdu ya kişiler. Bu fabrika zavutlarını yasagan adamlar, onunki aşı talimatını, kandak işlettiğanlıkını yoğun bir defterde yazı tün ama, yazış bilen bile aşını işletip birdiğen mühendisini bile evetidi o. Şu mühendis zavodunu mangdurup, ahırgacha şu zavodda çoğun bir mühendis buldu işletitiğen. Şununla kıyas kılgıl buldu da bunu. Mesela Allah Teala insana bu dinni düşürüp, bu dinni ügütüp, kandak
qiladiganligi, qanday qilsa insonlar o'zini baxtli qila oladiganligi, qanday qilsa ziyon zahmatni saqlab qola oladiganligi, mushuni bunda debli qo'ymay Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'gitib, ibodatlarni qanday qiladiganligini Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'gitib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam xuddi shu zavodni mangdirib bergan, shu tushundirgan, bunda qilsangiz ziyon tortasiz, bunda qilsangiz yaxshi mangdi, bunda qilsangiz deganga o'xshash, ayda o'gitish butun payg'ambarlar ummatlarga shunday o'rgatgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shuni o'rgatgan. Bu yer bilayotgan masala hamda Qur'on Karimda namozninki farz qilinganligi Qur'on Karimda aniq e'lon qilingan. Qur'on Karimdagi 5 vaqt namozning kundilik o'qiydigan 5 vaqt namozning farz ekanligi sonimi Qur'on Karimda bildirilgan. Unda o'g'anda bu nayt yaxshi ochiq javob bo'ldi. Shu Qur'on Karimdagi 5 namozninki 5 qator namoz o'qishimizningki farz ekanligini bizga ta'kidlaydigan bildirgan oyat bilan bir-biri tunishib chiqqan bo'lsak, endi Qur'on Karimda shu 5 namozninki vaqtlari to'g'riliq kelgan bir qancha oyat bor. Shuni biz 3 oyatni naql keltirsak bo'ldi. Masalan, Rum surasining 18-oyatida Alloh taolo deydi: "Fa subhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun va lahul hamdu fis samawati val ardi va ashiya va hina tuzhirun" deydi. Deydiki, iymon etganlar, sizlar oqshomda, atiganda Allohga tasbih etinglar. Atiganda, oqshomda Allohga tasbih etinglar. Osmonlardagi va zimindagi barliq hamdisini Allohga xosdir. Kech va peshin vaqtlarida Allohga tasbih etinglar. Kech va peshin vaqtlarida deydi. Endi Alloma ibn Javzi o'zininki Zadul Masir degan kitobida mushu oyatning 5 vaqt namozining vaqtlariga dalolat qilganligini aytib, buni aniq bayon qilib bergan. Uning tafsiriga ko'ra oqshomda deb tarjima qilingan hina tumsuni degan oyat, hina tumsuni degan oyatning ochiq qismi shom va xufton namozlarini o'qinglar deganlik ekan. Atiganda deb tafsir qilingan hina tusbihun degan oyat bomdod namozini o'qinglar. Kech vaqti deb tarjima qilingan ashiyan degan oyat asr namozini va hina tuzhirun deganni peshin vaqtini shunday qilib 5 vaqt namozni ko'rsatganligini aniqlaqliq. Shunday deglik mufassirlar, ammo buningga birisi chiqib mufassirlardan yo olimlardan undaga emas degani yo'q hamda. Shunday degilgan. Ikkinchi oyat hamda bu oyatmi, ya'ni shu aqimus solata tarafayn nahari va zulafan min al-layl degan oyatda hamda kunduzning ikki tarafida va kechining dastlabki vaqtlarida namoz o'qigan. Ba'zi mufassirlar kechininki dastlabki vaqtlari deganni kunduzga yaqin taraflar deb tafsir qilganlarmi bormi? Bu yerda oyatning kunduzning ikki tarafida deb tafsir qilingan tarafayn nahari, tarafayn kunduzning ikki tarafi deganni mufassirlarning eng peshvosi, eng katta mufassir Ibn Jarir Tabari deymiz. Ibn Jarir Tabari desa hammasi buningga jim turadi. Mufassirlarning peshvosi, birinchi mufassir hamda Ibn Jarir Tabari deydiki, shu tarafayn nahari kunduzning bir tarafi peshin vaqtini ko'rsatadi, peshin vaqti. Qatada bu mufassirlarning birisi ikkinchi tarafi asr vaqtini ko'rsatadi. Endi zulafan deganni bizlar kunduzga yaqin tarafi yoki kechining dastlabki tarafi deb tarjima qilingan zulafan min al-layl degan kunduz kechining qismi endi ayadi. Zulf degan yaqin degan bu, Muzdalifa degan nimaga yaqin degan bo'ladi va uzbatul jannatul muttaqin degan taqvodorlarga jannat yaqin qilindi deydi. O asli bu so'zning o'zi zulfa, zulfatan, zulfa degan yaqin degan gap. Zulafan degan miyada uning ko'plik shakli. Arabchada eng az ko'plik 3 dona bo'ladi. Bizda eng az ko'plik 2 bo'lib keladi. Masalan biz 2 odamga sizlar deymiz. 2 odamga ular deymiz. Masalan, ammo arabchada 2 odamga u ikkisi. Sizlar ikkinglar deydi. 3 eng az 3 olsa an sizlar deydi. Bu yerda mufassirlar anda o'lga zulafan degan gap eng az 3 namozni bildirdi deydi. Birinchi ikki namozni birisi peshinni tarafa minalday degan, birinchi tarafi peshinni, ikkinchi tarafi asrni bildirgan bo'lsa, endi zulafan degan gap eng az 3 namozni bildirdi. Bu kechiga kunduzga yaqin tarafi yoki kechininki dastlabki vaqti desak, mushqit bomdodmi kechining namozi, peshinmi nima, shommi kechining namozi, xuttanmi kechining namozi, chunki kun bomdodga kun chiqmagan vaqt, xuttan bilan shom kun kip ketgan vaqt hamda. Shuni bilan ashunday isbotlaydi. Buningdimi, o'sha oyatdami 5 vaqt namoz aniq ko'rsatilgan hamda. Uning uchun 3-chi yana bir oyat va aqimus solata
Liduluki şems ila gasaqil leyli ve Kur'an'ın fecr deydi. Yani iyi peygamber gün kayrılgan vakitten tartib qarаңғы tushgan vaqtga qadar belgilangan vaqtlarda namoz o'qigin, bamdod namozini o'qigin deydi. Bu oyatning kun qayrilgan vaqtdan tartib qarаңғы tushganga degan qismi pishin, asr, shamxutdan. Kun qayrilgan vaqt qolsa pishinda qayrildi to'g'rimi? Pishin, uniki sham, xutdan ila gasaqil leyli. Ya'ni qarаңғы tushganga qadar. Undan keyin bamdod namozini ayrim deydi, bamdod namozini o'qigin. Ama bu şunda bayan qilib bersa, bundan başqa qanday bayan qilish kerak endi? Zaten mufassirlarimiz mesela o İbn Tabari nima dedik? Zaten Rasulullah hayatida bunun ko'zitib tatbiqlab berdi, gap ketmaydi. Kichikkanami bir nimaga ehtimollik bo'lmagan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bomdatni o'qib ko'rsatdi, peshinni o'qib ko'rsatdi, asrni o'qib ko'rsatdi. Birinchi kuni 2 kunni ko'rsatdi-da, peshin bilan asrning orliqini, sham o'qibdan hamma namozni o'qitib, mana Jibril Islam Mağmayda köşetti, ügetti. Bu ayetin maksidi bu. Bu ayetini Allah Teala bu şunda vaxtlar namaz okuşup burada şunda deppesi bugün günü kimsen oturup çıkıp İslam dünyası bulubumuzun Uygur Müslümanlarının kaymuqtırdığında hatta andım yani biz ayetini keltirişimiz siz degandek bu qılsıqmaytqan bir meselemde ayetini keltirişimiz hadisga işenmeydi Allah'a. Resulullah'a işenmegen adam. İşenmesiniz tamam mı? Ayette şunda dep bu ayetki nima deysiz hamda. Endi bu siz degandek haliqa nimada Jibril Islam ikki qatim namozni Kabe'nin qaşda Rasulullah'a 5 vaqt namozini to'liq ayna o'gitib qo'yganligi to'g'risida Sahih Muslimninki rivoyati bor hamda. Uni menda hamman deb bo'g'ilmaydi. Ashuni ko'rsatganligi. Endi bundaq Rasulullah'ın vaqtiga 1400 yil vaqt bu aralıqda bir qanchasi üzülüp qolgan bo'lsa, mesela namaz yoki din üzülüp qoldi, yo'qolib ketdi. Onu biz qayta bu tikilmoqchi bo'ldik. Shu Rasululloh qanday namoz o'qibdilar, qanday qilibdilar, Alloh taolo nima debdilar deb qolsak bo'ladi. Lekin Rasulullohdan boshlab sahobalardan keyin tabiinlar, tabiinlar mushu zamonimizga kelguncha bu üzülmedi-da, bu üzülmey davomlashtirib keldi. Hech qanday bir üzülüp qolgan bir xalqi yo'q buning. Shak qitqanmi, talash tartishgan yerimi yo'q hamda buningki. Shunda silsile yani zincir saman kilinayotgan bir mesele. Bu yine bir kilinayotgan bir meseleni bu mundaq emasdi, mundaqda deb nima qilishning o'zi hamda ozg'unlikning boshqa hech narsa emas hamda. Haqiqatan mesela bizim bu programni bajarlik bunda avar olmaslik lazım deb. Ama ulamalarning ustiga tushgan narsa haqni bayon qilib berish. Madem kishilarning savoli bor, nimaga bunga javob bermaydi, Qur'onda bunga dalil yo'qmidi deb qolmasdi. Quşun bu program qilib o'ltirdik. Bo'lmasa bularga javob berishning o'zi javob qilamiz deb qilishing o'ltirsin. Avarga ortiqchilik ish. Ama her bir mümin Müslümanlar bu 5 namozniki Qur'oni Karimda vaqt belgilanganligini bir qaytadan ta'kidlab o'tish zarur qoldi. Eslatish bo'ladi, eslatish bo'ladi. Endi oxirgi savolimiz shu Qur'on oyatlari bilan belgilangan hukmlarni inkor qilishning hukmi nima bo'ladi? Zaten bunga inkor qildi qisman kishilar o'zining havoyi havaslari bilan. Bunun hükmünü yani bir takip etken bolsak, yani yaxşı olurdu. Ehli sünne vel cema'a ulemaları biz hem de ehli sünne vel cema'a itiqad qılmız var ya. Dünyada işqilib %80-85% mu işqilib Müslüman ehli sünne vel cema'a hamdi. Ehli sünne vel cema'nın itiqadı da dinde aşı avam mı bildiğin, adetki halk mı bildiğin, alim mi bildiğin, cahil mi bildiğin, hemmeden bildiğin dinde şunda iniq bir mesele. Mesela 5 vaqt namazının farzligi, ro'zaning farzligi, hajning farzligi, zakatning farzligi deganga o'xshash. Mushunda masalalardan birisini inkor qilgan odam bu dindan chiqib ketgan bo'ldi. Uningga murtadning muomalasi qilinadi deydi endi. Endi murtadning muomalasida endi agar islom hokimiyati yurgizildigan ya bo'lsa, islom hokimiyati, islom mahkamasi uningga 3 kungacha sen tövbe qilgan, meni xatolashibsa sen deb fursat berdi. Agar xatolashganlikdan yoki bilmaganlikdan ayndaq deb salgan bo'lsa, farzlarni inkor qilib qolgan bo'lsa, o chaqda tövbe qilib olsa, uningga yo'l berishim bo'lmaydi. Ya'ni o agar tövbe qilmay, mana shu deginim degan deb ashunda deb turib olsa, bu bilmaganlikdan emas, xatolashganlikdan emas. Hatta aşındaq dep ayında tuğallarını İslam mahkemesi şu çağda karar çıkarıp onunla ölümüge hüküm kıldı demdi. İslam devleti de yani İslam icra kılındıgan bir memlekette. Hem de icra kılınmaydıgan hazırgıdak bunda vakitte kanda kılış gerek dese bundağlarını murtad dep tonulgan adamlarga
Bunu hatta salam qılmaslik, bularni jamoat ichiga olmaslik, qudubacılık qilmaslik, o'lib ketsa musulmonlarning qabrisiga qo'ymaslik, namozni o'qimaslik deb ulamolar, fiqh ulamolar buni kitoblarda aniq aytib bayon qilgan. Bu bizning so'zimiz emas. Kitobdagi ulamolarning so'zlari. Aşu gaplarni biz yetkazib turyapmiz hamda. Tabii zaten alim ulamolarning ustiga tushgan narsa haqni yetkazish, garchi haq ochiq qo'yilgan bo'lsa-mu, boshqalar buningga chin ketdi, bo'sh ketdi, haqning aralashtirmasi yo'q. Zaten bu shariatninki belgilemelerini kişilerge aniq yetkazib berish ahlininki mas'uliyati. Allah razı olsun. Bu zaten Qur'oni Karimda sabit bo'lgan hukmini inkor qilgan, undan boshqa men nurg'ulg'an bu xatoliklarni o'tirib qo'yadi. Inshaalloh tadrijiy vaqtga qarab turib, yana ba'zi shunda azg'unliklarni, xato fikrlarga inshaalloh tafsiliy javoblashga tirishimiz. Albatta bu yuqori degandek bir yangidan bir meseleni ko'tarib chiqish emas. Ba'zi kishilarninki ting'irqab qolgan, menda savol so'raganligidan buni bir ta'kidlab, qayta haqni yetkazishninki zo'rligi bobidan bu programmani qildik. Hammalarninki ko'ngil qo'yib kirpagan uchun ko'p rahmat. Kelarki sonni qayta uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.